Nima qilamiz dedimi sizga? Nimadir deymizmi? Hozir men yana do'dirab qolmaydimi? Ko'pchilik shunaqa nima savol berasiz deydi. Aka deyman, "Xo'p beraman, nima desangiz deyvering. Xohlasangiz maqtang, xohlasangiz yomonlang, u sizning ixtiyoringizda. Men o'zim inson jihatdan yaxshi bo'lishim mumkin. Mahsulotim yaxshi bo'lmasa, siz menga o'tib bersangiz, men uni ustida yana ishlayman, aka." Mana loylum hozir realniy ishi og'ir. Ekskavator olib kel, turpot to'k, somon sol, muzdek uni achitmasa treshinalar bo'lib ketadi, hamma yorilib ketadi qilganmiz uni fermalar, uchastkali dachalarga qilganmiz. Agar turpot tekin bo'lsa, ishchilarni hasharchilik qilgan, oldin unaqa bo'lsa tekin bo'lishi mumkin, lekin почти ushu summayu, lekin siz ovora bo'lmaysiz-da bu yerda. Gaplashasiz, zakaz qilasiz, pulini to'laysiz, keladi apparati bilan soladi, quyadi, chiqib ketadi. Bundan bir necha yil o'tib ketib, bundan ham zo'ri chiqishi mumkin. O'shanda bu ham yaxshi bo'lmay qolishi mumkin. Lekin hozirgi kunda zamonasining eng zo'ri shu, aka, shundan foydalaning. Akam mana loylon bo'lsam qilib ko'ribdilar, buni ham qildilar, hali natijasi. Yozda oxirisida polistirolim boz qildik biz. Endi salqin havo tushdi, issiqlik hozir maksimal. Chiqib ketmayapti tepaga. Issiq. Endi yozda yashab ko'rsak, uni effektini aytaman. Yozda qanchalik muzdekni ushlab turishini. Hozir polistirolim bozimiz ham issig'i, ham sovug'i ushlaydi. Abduhamidning eng qizig'i bu qimmat emas. Bu effekti baland deb tushunyapti, qo'shnilar ko'pchilik so'radi. Biz shu uchun harakat qilamiz, aka. Yana ko'payib borsin, like bosib qo'ying. Ha, otgan ekanlar. Ha, aka, o'rsa to'xtamaydi, aka.